Siz Minecraftda serverlarda PvP qilishni charchadingizmi? Unda sizga Dream PvP modini tavsiya etaman. Bu mod bilan survival qila olmaysiz, lekin u bilan jon deb PvP qilsangiz bo'ladi. Bugungi videoda biz mana shu Dream modini to'liq obzor qilamiz. Buni Oktamov Mods degan kanalda topgandim, lekin to'liq obzorini qilmagan. Xo'p, shuning uchun men to'liq obzorini qilaman. Birinchi bo'lib tuxumlar orasidan shuni tuxumini olib olasizlar. Mana do'stlar, qo'yasizlar. Buni hozir survivalga o'tsangiz albatta siz bilan urushib ketadi, lekin peaceful, ya'ni mirna hech kim umuman mob spam bo'lmaydigan, agressiv moblar spam bo'lmaydigan rejimga qo'ysangiz siz bilan nima desam ekan, PvP qilmaydi. Mana survival o'tdim, lekin PvP qilmayapti. Chunki peaceful o'sha mirnada agressiv moblar spam bo'lmaydi. Agar shuni o'chirib qo'ysangiz, mana easy ga qo'ysangiz, jon deb sizlar bilan PvP qiladi. Mana do'stlar, survival yotdim va PvP qilishni boshladi. Bu juda ham zo'r do'stlar. Uni ustiga buni joni ham o'zi avtomatik to'lib qoladi. Ozgina qolganda sizlarga videoda oxirida ko'rsataman. Mana bu bilan shunchaki o'ynasangiz bo'ladi, juda ham mazza qilib o'ynasangiz bo'ladi. Va do'stlar, ko'rgan bo'lsanglar, bu orqasidan, ya'ni tagidan blok qo'ydi. Bu shunaqa rejimi bor, ya'ni havoda tagiga blok qo'yadi, yiqilib tushmasligi uchun. Mana do'stlar, bu shunchaki ideal. Havoga yiqilib tushayotganda tagiga blok qo'yib, sekin oldinglarga tushib PvP qilishni boshlaydi. Bu bilan do'stlar, qo'liga narsa tutgangiz, xullas qo'liga narsa bersangiz ham bo'ladi, aslaha kiysangiz ham bo'ladi. Mana hozir ko'rsataman. Mana do'stlar, aslahalar ham oldik, endi uni kiygizamiz. Faqat do'stlar, bitta muammosi bor, qo'lda faqat bir narsa ushlash mumkin. Masalan, totem va qilich. Qilich va ishton qolib ketibdi. Qilich va qalqon qila olmaysiz. Faqat qo'lda bir donagina narsa usha oladi. Mana masalan, hozir totem berib ko'ramiz, lekin albatta u usha olmaydi, chunki qo'lda bitta narsa usha olishi mumkin. Va do'stlar, bu himoya qilish vazifasida beradi. Aslaha o'zinglar bilasizlar. Hozir do'stlar, men totem berib ko'raman unga. Hozir mana totem, mana tashlaganimizda totem yo'q bo'lib qoladi, chunki qo'lda faqat qilich ko'tara olar ekan va boshqa aslahalar, qurollar ham ko'tara oladi. Bu do'stlar, eng zo'r tarafi kreativga o'tib olib urushinglar, maza qilib PvPda shug'ullansanglar bo'ladi. Bu do'stlar, bloklarni buzishga ham qodir. Mana do'stlar, blok qo'ysam tagidan oltita buzib tashlaydi. Oltidagi bloklarni hammasini buzib tashlay oladi. Bu prosta juda ham zo'r do'stlar. Bu modni yuklab olish uchun mening Telegram kanalimdan yuklab olsangiz bo'ladi. Men uni kechga yaqin yoki shu video chiqqandan keyin tashlab qo'yaman. Silkani esa afsuski tashlay olmayman, chunki kanal tarixi bug bo'lib yonmaydi. Telegram qidiruv joyiga shu so'zni yozsangiz albatta kanalim chiqib keladi. Tashlab qo'yaman. Va videoning oxirida joni to'lib qolishini aytgan edim. Hozir do'stlar, sizlarga ko'rsataman. Oldin jonini ozgina ketkizish kerak. Ozgina qolganda o'zi yarim jon bo'ladi va 6 olma yeganday ko'payib qoladi joni. Hozir do'stlar, ozginagina jonni ketkizib olamiz. Mana do'stlar, 6 olmani effekti chiqib, joni to'lishni boshlayapti. Bu PvP qilganda sizlarga qiyinchilik keltiradi, lekin bir tarafdan qiziq bo'ladi. Va do'stlar, men bunga zirhli aslahalar va qurol kiygizgandim. Hozir agar bularni o'ldirsangiz shu narsa tushadi. Ya'ni shu droplari tushadi. Hozir do'stlar, men sizlarga ko'rsataman. Oldin buni o'ldirish kerak. Mana do'stlar, men zirhli aslaha kiygizgandim va mana u o'sha droplarni tashladi. Va do'stlar, videomiz tugadi. Agar video yoqgan bo'lsa, videoga albatta like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Telegram kanalimda modni yuklab olsangiz bo'ladi. Hammaga xayr.